Aka qarang. 1, 2, 3 ta sariyog'da pishirilgan tabaka. Bor yo'g'i 100 ming so'm emasiga. Yangi yil o'tdi. Tug'ilgan kun, ma'raka, to'y marosimlar o'tdi. Jahon chempionatiga O'zbekiston ham chiqdi. Aka, qachon haq berasiz? Xbkdan avtosalon ketaverishda o'ng qo'lda joylashgan ko'p qavatli binoning 1-qavatdagi Sanjarbek tabakada 3 ta tabaka 100 ming so'm evaziga. Bu hech qanday aksiya emas, bu doimiy narx. Tabaka haqida bir fikrlaringizni bildiringlar, qanday aytaman? Ta'mi zo'r ekan aka. Gap yo'q. Zo'r. Radnoy eshiting. Yaqinlar, uydagilar, ishxonadagilar, futbolchilar, sinfdoshlar, 3 tasi 100 ming so'mlik bo'lgan tovuqni men aytgan odamlarga jo'natib qo'yamiz. Aka, lekin sinfdoshlarga foydasi yo'q. To'y va marosimlar uchun bemalol buyurtma qilsangiz bo'ladi. Souslari ichida faqat konteyner uchun alohida to'lov qilasiz.